Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli do'stlar. Yana bugun mana Rahmatulla Shayipov YouTube kanalimizda bugun yana sizlar bilan oshxonada turib bir Turkiyadagi hayotimizdan qilayotgan ishimizdan video qilyapmiz va shu video davomida mana shu videoni tomosha qilgan holatda barchalaringizni yaxshi kayfiyat tilagan holda bir narsani yana bir savollaringizga javob berib o'tib ketaman. Ko'pchilik so'ragan savollardan biri YouTube pul to'laydimi? Chet el kanal, amerikanskiy kanal, o'zbek kanal boshqami degan savollaringizga bugun albatta javob olasizlar. Hurmatli obunachilar, bir narsani esingizdan chiqarmang. Bu YouTube'da chet el kanal, Amerikan kanal, yo Hindiston kanal, yo O'zbek kanal degan narsa yo'q. Hammasi bitta YouTube kanal. Mana ba'zi bir joylarda eshityapmiz. Amerikan kanal olish uchun Amerikan raqamdan ro'yxatdan o'tishim kerakmi? Yo'q, hurmatli obunachilar. Bu telefon raqamida hech qanday daxli yo'q. Sababi-ku YouTube'da hech qanday sir asror yo'q. Sababi-ku O'zbekistonda faqat mana belan raqamlardan hozir o'tadi deyishadi. Men shu deb eshitaman. Bitta raqam tarasiz va registratsiya qilasiz, YouTube kanal ochasiz. Boyagi o'zini shartlari bor. 4000 soat yig'asiz va 1000 obunachi yig'ilgandan so'ng YouTube kanalingiz xoh o'zbek kanal bo'lsin, xoh chet el kanal bo'lsin, pul ishlashni boshlaydi. Lekin mana shu joyda yana bir to'xtalib o'taman. O'zbek YouTube kanalida hozirgi paytda O'zbekistondan turib ko'rgan videolarga pul to'lamaydi. To'laganda ham juda kam pul to'laydi. Lekin o'zbek kanalida ham mana juda ham ko'p o'zbeklarimiz, boshqa ko'p davlatlarda o'zbeklarimiz ko'pligi hisobidan boshqa davlatda ko'rsa, Yevropa davlatlaridan videolaringizni ko'rsa, o'zbek YouTube kanali ham albatta pul topadi. Lekin chet el yo'nalishida video qilsangiz, ingliz tilida kontent qilsangiz, qanaqa video qilishingizdan qat'iy nazar kanalingiz monetizatsiyaga yongandan so'ng sizga oylik dohod yozib boriladi. Hurmatli obunachilarimiz, ba'zilar aytishadi-ku, YouTube pul to'laydimi? Bu ahmoqona qiliqlar qaydan topding? Yo'q, hurmatli obunachilar, YouTube pul to'laydi. YouTube siz bilan boyagi bilasiz, boyagi YouTube pul to'laydigan darajada qilib nastroyka qilasiz. Uni hech qanday bir sir asror tomoni yo'q. Uni nima qilasiz? AdSense olasiz, AdSense ochasiz, hisob raqam ochasiz, bankdan hisob raqam ochasiz. Mana ko'p joylarda eshitamiz. Hamkorbankdan ochadi, Hamkorbankdan hisob raqam ochasiz. Ba'zilar bor boshqa banklar, ba'zilar Kapital bank bor, yana boshqa hokazo banklar ko'p. Qaysi bir bankdan ochishdan qat'iy nazar YouTube'dan kanalni ochasiz. Mana hozirgi paytda ko'pchilik eshitamiz, Amerikan kanalida unday qilib ochish kerak ekanmi, bunday qilib ochish kerak ekanmi, Amerikan kanalida Amerika nomi kerak ekanmi yoki va hokazo. Yo'q, hurmatli obunachilar, YouTube'da hech qanday sir asror yo'q. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Sababi-ku mana hozir ko'pchiliklarda eshitib qolamiz. Kurs sotib oldim dedi, hech narsani bilib tushunmadim. Sababi-ku YouTube'da har xil tilda izlansa odam albatta harakat qilsa har bir narsa qilish ehtimoli ko'p. Shuning uchun hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, bir narsani sizlarga yana bir bor so'ragan bo'lar edim. YouTube'da hech qanday sir asror yo'q. Mana men bir kecha oldingi kuni bir kommentariy ko'rdim chiqqanli boshqa bir kanalda YouTube kanal ochib bering deb yozgan.
YouTube kanal ochishda hech qanday bir aslo yo'q. Mana YouTube'da kirsangiz nechta kanallar ochib, faqatgina sizdan so'raladigan narsa YouTube kanal ochganingizdan keyin login va parolingizni o'zingiz kallangizga qolib va ehtiyotkorlik bilan olib qolishingiz kerak. Shart shu, sabab login parolingizni yo'qotib qo'ysangiz bitta kanalingizga kirishda, boshqa qilishda muammolar kuzatiladi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, YouTube kanal ochishdan oldin login parolga diqqat bilan yozib olib, undan keyin mana shu kanalingizda videolar yuklab, 4000 soatni yig'ing, 1000 ta obunachini yig'ing, undan keyin pul ishlashga o'ting. Shuning uchun hurmatli obunachilar, o'zbek kanal, chet el kanal degan gapda o'zi yo'q. Men bugungi mana shu videomiz davomida sizlarga mana shu videomda e'tiborlaringizga havola qildim. Barchangizga mana shu Turkiyada turib bizlarda mana shunday videolar qilishda davom etyapman. Turkiyadagi hayotimizdan ko'rsatib o'tdim. Hurmatli obunachilarimiz, hech bir odamlar negativ yozmaydi degan umiddamiz. Negativchilarni ham o'z holiga qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Omon bo'ling.